Yoshlar uchun yaxshi daromad keltiruvchi top 5 ta zamonaviy kasblar. Eng oxirgisi eng daromadlisi. 5-o'rinda grafik dizaynerlik, ya'ni bunda nima qilishadi? Kompaniyalar uchun brending, logotiplar, grafik postlar qilishadi. 4-o'rinda SMM sohasi, ya'ni social media marketing, ya'ni turli xil kompaniyalarni, shaxsiy brendlarni, ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantiradi va shuning orqasidan pul ishlaydi. 3-o'rinda esa e-commerce, ya'ni dropshipping bilan shug'ullanadiganlar, ya'ni turli xil katta chet eldagi platformalarda Amazon bormi, Alibaba, AliExpress shunga o'xshagan tovarlarni olib, uni reklama qilib, dizaynini taxlab, o'zini davlatiga kelib sotish yoki boshqa platformalarda sotib, arzonga olib, ya'ni qimmatga sotib daromad qilish. 2-o'rinda information technology, ya'ni IT sohasi. Bu juda murakkab va yaxshigina daromad keltiruvchi sohalardan biri. Bunda siz nima qilishingiz mumkin? Siz saytlarni yaratishingiz mumkin, kompaniyalar uchun yoki platformalar yaratishingiz mumkin. Bunda ham yo'nalishlar juda ko'p. Backendda ishlashingiz mumkin, frontendda yoki koder bo'lishingiz mumkin. Shunga o'xshagan o'zingizni yo'lingizni topa olasiz. 1-o'rinda esa trading. Nima uchun bunda 1-o'rin? Chunki xalqaro moliya bozoridan siz savdo qilib daromad qilasiz. Bir kunda 7 trilliondan 8 trillion dollargacha oborot bo'ladi va siz shundan kriptolar bilan yoki aksiyalar bilan, qimmatli qog'ozlar bilan, valyutalar bilan savdo qilib daromad qilishingiz mumkin. Yana qaysi yaxshi daromad beruvchi zamonaviy kasblarni bilasiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring.